Yusuf savdosida beqaror Zulayho ismida Majnun ishqida yig'lagan Layli otidan sizga behad salom begim. Men o'zimning bu maktubimni ko'z yoshlarim bilan yozaman. Negaki hozirda mening yolg'iz ko'z yoshlarimgina emas, butun borlig'im siyohdir. Men endi og'izlardagi vafo so'ziga ishonmayman. Chunki men o'zimning vafosiga ishonganim bir yigitdan ulug' vafosizlik ko'rdim. Uyatimdan ko'zlarimni ocha olmayman. Negaki yer va ko'klar, tog' va toshlar va dunyodagi barcha narsalar mening aldanganim uchun kulib, masxara qilgandek qaraydilar. Begim, garchi achchiqlansangiz ham aytishga majburman. Sizda vijdon, insof, va'da, vafo, rahm, yaxshilikni bilish, boringcha odamgarchilikdan hech gap yo'q emish. Agar oshiqlik aytsam, kuyib jahon o'tar. Bu sirni bayon etsam, taqir xon o'tar. Kishiga ishq o'tig'insa, rayitsa bo'lib giryon, uni bilsa u betoqat, yurak bag'ri tushar o'tar. Oy yuzlik rafiqa, qunduz qoshliq ma'shuqam, kumush xonimga bu xatni yozar ekan, muhabbatingiz bilan to'lib toshgan yuragim mudhish bir haqiqat ehtimolidan yaproq kabi titrar va o'zining to'lib toshgan hasratlarini, faryodlarini ifodasidan adashar edi. Sizga ochib so'zlay, go'zal rafiqam, unutilgan, eskirgan bir yurakning arzini tinglay olmassiz va yonib turgan yurak o'tingiz bilan kuydirarsiz. Ammo xatimni o'qimasangiz-da va oxingiz o'tida kuydirsangiz-da mening uchun farqsizdir. Nega deysizmi? Chunki siz mening shar'iy rafiqamsiz. Yaxshilik bilan-da va yomonlik bilan-da men buni isbot qilishga hozirman. Hayotim birlay jalol, sening vasing bayon aylan. Ko'zim giryon, suyaklarning hortar. Siz qochqoqsiz, nari beri til uchida menga bir narsa yozgandek bo'lib qochqansiz. Men kabi baxtsiz, men kabi g'avg'osi ko'p sizni zeriktirib, jondan to'ydirgan bo'lsa ajab emaski, qocha boshlagansiz. Mayli, qochsangiz qochib ko'ringiz. Ammo men bu kundan boshlab birovlarni quvishga bel bog'ladim. Otam bilan onam rafoqatlarida xizmatingizga, cho'riligingizga erta-indin yuramen. Xatim oxirida shuni ham aytib qo'yay.
o'ch qaytib, men ham ko'chadan haydalmasam edi degan xavf hamisha ko'nglimda. Agar Xudo yarlaqab eshigingizda o'rinlashib olsam, u yog'ini o'zim bilar edim. Erta indin ko'zimga yo'l ko'rinur, yo'l bosishliq ko'ngilga bir umr ko'rinur. Begim, kumushingiz yozdi. Ba'zi ehtimollarga qarshi siz bilan ko'rishmak menga muyassar bo'lmadi. Umrimda birinchi marotaba ko'ngil orzusiga qarshi bordim. Chunki menimcha oradagi qora tikan supurilgan edi. Bundan so'ng hamisha meniki edingiz. Men Toshkentda yurarman, ammo ko'zim o'ngida sizning suratingiz. Ajabo, bu siz menga mumkinmi? Zavjingiz Otabek.